Yangihayot tumani Yangi Choshtepa mahallasi O'zar ko'chasida o'zida shubha uyg'otgan shaxs patrul post xizmati xodimlari tomonidan to'xtatiladi va xolislar ishtirokida uning oldi tekshirilganda uning oldidan taqiqlangan moddalar borligi aniqlanadi. Taxminan 10:30 atrofida Yangihayot tumani Choshtepa mahallasi O'zar ko'chasida ichki ishlar patrul post xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olindim. Nima qilayotgansiz u yerda? Taqiqlangan modda qo'yotdi. Patrul post xizmat xodimlari ushlashdi. Keyin U moddani qayerdan olgandingiz? moddani kanaldan olganman. Taxminan 30 tajasini ekkanman. Xodimlarga 14 ta 15 tasini topib berdim. Qolganlari bir konni kanalga tashlab olganman. Qolib ketgan bo'lishi ham mumkin. U topilmadi qolgani. Yo'q, yashinab pushaymonman. Nima tavsiya qilasiz yoshlarga? Yoshlarga bunaqa ishlar bilan shug'ullanmasliklarini tavsiya qilaman. Joriy yilning 17-aprel kuni Yangihayot tumani 2-bosqich tun xizmatiga xavfsiz va sog'lom yurt tadbiriga xizmatiga jalb qilindi. Soat taxminan 22:30larda Choshtepa mahallasi O'zar 2-tor 14-uy oldida bizda shu qo'yayotgan bir nafar fuqaroni xolislar ishtirokida tekshirganimizda o'ng qo'lining kaftidan qora izolentaga o'ralgan noma'lum modda borligi aniqlandi. Tezkor tergov guruhi chaqirtirib, xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi. Fuqaroni nima sababdan olib yurganligi so'ralganida o'z ixtiyori bilan lokatsiya joylashlari orqali 14 ta joyga qo'yganligi aniqlandi. Hozirgi kunda xavfsiz va sog'lom yurt tadbiri jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda olib borilmoqda. Butun respublikamiz bo'ylab xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda va barcha jarayonlarni faol ravishda yoritib boramiz. Siz bizni esa ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring.